Assalamu alaikum Tuğluq malum, hoş geldiniz. Assalamu alaikum ekran aldığındaki görünmeler. Hazırkı vaxtınlar xeyirlik bolsun. Bugün Tuğluq malum bilen topologiya hakkında söhbetde bulunuz. Ondaq bolsa Tuğluq malum söhbetimizi başlap ketaylikmi? Bo'ldi, rahmat singlim. Qizim deyman o siz xili kichik. Şu o'tganda mau mamtimingiz bilan bo'lgan suhbatda shu matematika to'g'riliq umumyuzlik bir paranglashdik, bir 2 soat, 3 soatga yaqin paranglashdik-da. Uningda nihoyat umumyuzlik matematikaning tarmoqlarini, matematika degan nima, uning ustiga bu qandaq fanlar bilan chetishidi, to'g'riliq hamda umumyuzlik bir suhbat o'tkazdik. Uningda mazmunlari nihoyat keng bo'lganligincha u yerda ma'lum mazmun to'xtamdik. Bugungi leksiyarimda men shu matematikadagi bir yangi tarmoq, ya'ni birdan turib men so'zlayman, shu 19-asrda asos barliq kelgan bir yangi tarmoq, ya'ni topologiya deganni bir qisqacha tunishtirib o'taydim. Endi bu yerda bu topologiya, bu mazmunni shuni diqqat qilinglar qarindoshlar. Oldindan men qarindoshlarga bir salomimni yetkazib o'tay. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlash to'g'ri ekanda, abay biroq nima kirishib ketib qoldik. Gulbash akarniki qizimizning buningga tayyorlaganligi uchun Məmtimin iminning tayyorliqlariga hammasiga rahmat aytaman. Shu qarindoshlarning qatnashganligiga rahmat aytaman. Bo'lib o'tganda 3 soatga yaqin matematika to'g'risidagi paranglarni shu boshdan oxir anglab chiqqan qarindoshlardan suyundim. Ularga rahmatimizni bilan. Endi gapga kelsak, shu bugun asosiy mazmun shu topologiyani bir qisqacha tonishtirish o'tishda. Endi siz slaydni qo'yib o'tgan bo'lsangiz, bugungi endi mundarja, ya'ni mazmunlar shu oldi bilan topologiya degan tushunchani qisqacha tunishtirib o'tib, ondan topologiyaningki matematika aniqlamasini ozroq ko'rsatdim. Endi bu yerda matematika aniqlamasini ko'rsatma deganim uni tushuntirish emas, faqat mushundaq yuqori o'qimlar bundaq aniqlaması qandaq shaklda yozildi deganni sizlarga ko'rsatmoqchi. Endi keyin shu biz biladigan shu Platonik, Arximedes degan shu qattiq jismlar, o'tgan men bu to'g'riliq tunishtirib o'tdim. Arximedes qattiq jismlarni tunishtirmagan. Bugun uningda yana qisqacha uni bir takrorlab o'tib, endi uning shu qattiq jismlarningki topologiya bilan bo'lgan munosabat to'g'ri ozroq to'xtalaman. Bu Andın va ataqlıq yana mavi ataqlıq Leonhard oylarının ismini atap qaldık. Bu Leonhard oylar ninki şu matematikning nurg'un tarmoqlari ismi bor. Bu bugun kelgan balkim qarindoshlar buning ismini to'liq anglab ketgan bo'lishi mumkin, lekin buning ismi graf nazariyasi bilan munosabatlik, topologiya bilan munosabatlik. Shuning o'xshash matematikaning boshqa fanlar. Bu yerda oylarningki bir formülası var. Bu formülası şu topologiyaga munosabatli formula hem graf nazariyasiga munosabatli. Buni Euler formulasi deydi. Ba'zida endi Euler characteristics deydi. Ya'ni Euler xarakterlari deganda unda bir qisqacha tunishtirma. Andin shu topologiyaning bir qancha tarmoqlari uni qisqacha tunishtirib o'tib, eng oxirida topologiyaning qo'llanishi to'g'riliq to'xtaladi. Asosiy mazmunlar shu. Qani davomlashtiraylik. Yana baş slaydni. Endi topologiya degan nima degan kelgan chaqda bu topologiyaningki bir alayilligi nima deganda biz shakllar deymiz, geometrik shakllar, jismlar deymiz. Bu topologiyada bu geometrik shakllar, ya'ni barliq jismlarningki o'lchamlarini. Masalan biz 3 bulunni oldigan bo'lsak, kubni oldigan bo'lsak, har xil jismlarni oldigan bo'lsak, uningki o'lchamlari bo'ldi-ku. Masalan, qirning uzunligi, andiki bulunlarningki o'lchamlari degandeklar-ku. Topologiyada bu barliq shundoq o'lchamga munosabatli narsalarni qayirib qo'yib turib, shu jismlarningki
o'rtaq xususiyatlarini tadqiq qildi. Buni topologiya deb ataldi. Birinchi men oddiy misollar orqali shuni ko'rsatdim. Mana bu yerda buni ko'rib turibsizlar, mana oldimizdagi bu platonik qattiq jismlar deb ataldi. Bu to'g'riliq men o'tganda 1 soatlik leksiya bergandim. Bu platonik qattiq jismlar degan bu qattiq jismlarni amaliyotda shu Grek davrida, ya'ni milodidan 270 necha yildan burun vaqtida shu Gretsiya matematik shu Plato shu qattiq jismlarning hammasini turlarga bo'lib bularni faqat shu 5 xil bo'ldi deb atalgan. Birinchisi tetrahedron, ikkinchisi kub, uchinchisi oktahedron, to'rtinchisi dodekahedron, en oxirgi birisi bu isokohedron degandek bu shunday shakllarda. Buningdan boshqa masalan muntizm polohedron deymiz. Polohedron degan bo'lsa ko'p tarafli qattiq jism deganda faqat 5 xil bo'ldi degan. Şu xulasını çıkargan. Ondan keyin yana biraz vaqt o'tgandan keyin Arximedesni balkim anladik, ham Uyg'urlar Arximed deb oldi. Mana bu Arximedes qattiq jismlar. Ama platonik qattiq jismlar faqat 5 xil bo'ldi. Ondan 5 yil bo'ldi demakchi. 5 xil emas, 5 yil bo'ldi. Ma Arximedes qattiq jismlar bo'lsa 13 yil bo'ldi. 13'ten tarif bakma. Bular qanday shakllangan deganda, masalan men sizlarga ma'ni ko'rsatib qo'yaman. Mana men bilan shuni yasirgan qaranglar. Ma'ni tetrahedron deydi. Tetra degani mana nimichida grekchada bu 4 degan ma'noni bildirdi. Buni har qanday uchi qaraydigan bo'lsak, men yana shu bir tushunchani tushuntirib o'tay. Ma'ni qaraydigan bo'lsak, ma'ni metastaz shakli chiqmayapti. Mana buni 3 deb olaylik. Ma yan taraftaki ma'ni qir deb olaylik. Men ashta deb oldim. Buni 3 deyman, buni qir deyman. Aniki mavi taraf, mandaq taraflarini biz 100 deb olaylik-da. Shu vaqtda buni bayqaydigan bo'lsak, buning har 3dan 3 qiri bor. 3 tarafli bo'ldi. Mana. Har bir 3dan 3 qiri bo'ldi. Buningki mavi nimalari mana 1 2 3 4 tarafli bo'ldi. Buni shunday shakllanuvchi muntizm deb ataldi. Muntizm polohedron deb ataldi. Endi bu yerda platonik qattiq jismlar bilan Arximedes qattiq jismlarning farqi nima deganda, Arximedes platonik solidlarning platonik qattiq jismlarningki uch tarafdan-ku misherni kesib, mesela mayani bir kesib olsak, mayaqini bir kesib olsak, birinchi truncated tetrahedron degan hosil bo'ldi. Truncated degan shu bir nimasi girvakdan bir girvakni kesib etganlikni shakllangan degan gaplar. Shu Arximedes kelib shu platonik solidlarning hammasini shu uyoq-buyoqni shu girvaklarni kesish orqali shu 13 qattiq jismlarni shakllantirdi. Shuning bilan xo'sh qattiq jismlar shu 2000 yildak vaqt ichida bu qattiq jismlar faqat shular degan nimani chiqarganda, keyin andikin bu tarixda o'tib andin bu ta shu 2000 yildak vaqt o'tgandan keyin, ya'ni shu 1730 nechinchi yillar kelgan chaqda andin bu matematiklar andin shu topologiya degan tushuncha, ya'ni shundaq jismlarning o'zgarmaydigan xususiyati nima? Masalan, shakllar o'zgargan taqdirda nimadir o'zgarmaydigan nimasi nima degan bir savolni qo'yib, topologiya degan tushuncha borliq. Ama topologiya odatdagi dehqon tili bo'yicha aytgan chog'da-chu buni rezinkilik geometriya deb atashga bo'ldi. Menimcha buni xemir geometriyasi deb atsak ham bo'ldi-da, hamda shunda deb atsak. Nima uchun shunday bo'ldi degan men sizlarga bir misolni ko'rsatay mana. Men o'zim mana ko'rdim, mavi bir laydak narsa bilan men mana tetrahedrondan birini yasadim. Bu vaqtda bu topologiya qanday qildi deganda, har qanday jismni-chi uni bunday mejisqi bo'ladi,
uni so'zishqi bo'ldi, yanchishqi bo'ldi. Mushundaq mesela xemirni biz oldigan bo'lsak, mana men bir xemir deb oldigan bo'lsam, mushu xemirni men u yoq qilib, mana abayqi tetrahidronni undaq qilib mijib yurib, buni qanday qilaman deganda, bu bir top shaklida bir narsa shaklida. Ama endi bu ikkisining topologik xususiyati o'xshash deydi. Topologiyada bularni matematik atalg'usi homomorfik jihatdan hech qancha o'xshash deydi. Topologistlar mushunaq shakllarni o'xshash deb biladi. Yana mushuni olaylar. Buni men agar buni mijib, yanchib, yeyib qaranglar. Biz xuddi non pishirish o'xshab qo'yatdi-da, mana men kelib mana non shaklidagi bir narsani yasayman. Masalan, Uyg'urlarda nonni mushtaq qildilar, 4 tarafida. To'g'ri. Non yasab baqqanmi, balki biz non yasab baqqanlar bildi. Shu xemirni oldi bilan dugrak qildi. Endi uni yanchib yoqlaqdan o'ttirlarga gul chiqarib, qirlarini chiqarib, buni aytdi. Chakush bilan ustiga bosgandan keyin mana chiroyli non bo'lib chiqdi. Shu non bilan sharninki bir o'rtaq alayligi bor. Nima deganda, mana qaraysiz, buni yana buning garchi shakli ko'rinishi o'zgargan, buningki bir alayligi nima deganda, buning o'zgarmaydigan bir yeri bor. Shuni men birdan turib yana tushundim. Uni tushundish buni yana ma'no qarab boqaylik biz. Qayerdalarga deyman, xemir shaklidagi yoki shunday rezink shaklidagi bir narsani biz shu topologiyada uni so'zish, mijish, yanchish, taatish shundaq nimalar bunga yo'l qo'yildi. Lekin buni uzgili bo'lmaydi. Uzgili bo'lmaydi, buni tashkili bo'lmaydi. Bu bir alaylik. Masalan, yana bir qancha misollarni ko'ramiz. Masalan, men shuni qaranglar. Mushuni men shundaq mijib, andiki so'zib, mana shundaq so'zincha bir nima qilmanda. Mushuni bilan mana tushunchaga diqqat qilinglar. Mushuni bilan abayqi sharninki topologiya jihatdan aytgancha topologik xususiyati o'xshash bo'ldi. Bularni o'xshash deb qaraldi. Endi yana buni agar men burmilab, shundoq qilib buni egib chiqib, shundoq har xil shakllarda shundoq qilgan chaqdimi, mushuning o'zimi buni uzmagan chaqda, buni uzmagan, to'shik tashmagan ahvol ostida bular o'xshash homomorfik jismlar deb ataladi. Bu aniqlik to'g'riliq bilan turib yana to'xtalma. Bu bir oddiy tushunchani bildirdi. Men buni texnik bir chunki bu nəhayət bir muhim tushuncha. Shuni uchun sizlarga mana bu Nevramning o'yinchiqlarini sizlarga ko'rsatib qo'yay. Nevramning o'yinchiqlari mandaq qana sharsimon, topsimon bir o'yinchiq bo'ldi. Manda bir o'yinchig'i bor. Ma degan bir silindr deymiz, bu silindr. 3 bulunliq bunda bir shakl. Ondan kub shakl, ko'ringlarmi? Hatto mana mandaq shakldagi nurg'un narsalar. Bularning hammasini bir o'rtaqligi nima deganda, bu hech qanday nimasining o'rtada to'shik yo'q. Bayqalanglar, to'shik yo'q bunda. Faqat bir mushuning ichidagi agar mushuning rezinklik, elastiklik bo'lsa yoki xemirdek bo'ladigan bo'lsa, bularni o'zaro almashtira olamiz. Mana bu topologik xususiyati degan narsa naq shu. Endi xo'sh, bunday desam ba'zilar balkim ko'p hamma narsani so'zib yanchib bir nima ashtaq narsa qilgani bo'ldi-ku deydigan savollar o'tirib qo'yildi-da, undaq emas. Ma'ni qarab qo'yinglar. Agar mana torus deymiz-ku, mana matematikada torus deydi, endi Uyg'urchada nima deymiz buni Uyg'urchada torus deb ma'lumotdi, ba'zi lug'at qarsam torus deb olaydi. Bu halqa shakldagi narsa-da. Halqa shakldagi narsa bo'lgandan keyin buni biz ma'lum halqa shaklda, halqa shaklda men hozir shu istak qo'limdagi choy ichayotgan ma'ni qarayotgan bo'lsak, ma'ni hatto halqa shaklidagi narsa. Ma'ningdan qaranglar, ma'ningdan agar shu bir parcha xemir bo'lgan bo'lsa, buningdan men ma'ndaq narsani yasab chiqa olmayman. Lekin buni hargiz ko'p qila olmayman. Uni chaplab yotmaydigan bo'lsam yoki to'shigini yo'qotmaydigan bo'lsam bo'lmaydi. Chunki bu bir to'shiklik jism. Shunga o'xshash ikki to'shik jismlar bo'ldi, uch to'shik jismlar bo'ldi. Shuni qarab bu matematikada bularni turlarga bo'layotgan. Bu bir. Shuning uchun bu bir nihoyatda bu muhim bir tushuncha.
Qani bu to'g'ri yana birdan to'xtalishimiz mumkin. Qani yana bir orqadagi slaydni ko'rib boqaylik. Endi qaranglar, mana bu abayman deb o'tdim-ku, bu shu topologiyaning matematikalik aniqlashma deganni ko'rdik. Men bu yerda topologiyaning bir aniqlamasini qisqacha tunishtirib o'tib, yana abaykadek ba'zi bir o'yindek narsalarni ko'rsatdim. Qaranglar, bu topologiyaning matematikalik aniqlamasi. Mesela bir yerde bu aniqlamada var mı? Matematikning nurg'un sohalariga o'xshash toplam degan tushuncha bo'ldi. Endi bir yerde collection degan tushuncha degan nima? Collection degan nima deganda sizda agar bir jurist narsalar bo'lgan bo'lsa, ularning hammasini bir yerga to'plab qo'ygandan keyin uni bir top shaklida bo'lgandan keyin u inglizchada uni collection deydi. Subset degan tushuncha nima deganda toplamda tushunchalar aniqmi qanday toplam degan tushuncha? Balki hammalar anglagan bo'lishinglar mumkin. Toplam degan shu shaylarninki yig'ilishi deb aytsak bo'ladi. Masalan, Türkçesi küme. Türkçesi satni küme demda? Küme, evet. İngilizce set deydi, set Uygurca'da biz toplam deb ep geldik, toplam deb geldik. Ama subset degen iş toplamның bir kısmı degen. Hem bunu kısmi toplam deb alımız Uygurca'da. Şu vaqtida aksa degan bir toplam bolsa, onun to degan onun içideki şu bir yürüş toplamlarının terk tapkan toplam bolgan bolsa. Ama eğer muşu to'ning içinde fi deganimiz ma'lumotlar nima boş toplam. Boş toplam degani hech nima yo'q bir toplam degan gap. Boş toplam va shu x toplamning o'zimi shu to'ning ichiga tabi bo'ldi. Bu bir shart. Mush shart. Yana bir shart nima deganda agar q1 deganimiz şu toplamның içindeki bir element olduğunu mesela. Hem de biz toplamның içinde her qanday a'zoni biz element toplamның elementi deb olamiz matematikada. Q1 eğer şu toplamның bir to'ning bir elementi bo'lgan bo'lsa, Q2 mi şu to'ningki bir elementi bo'lgan bo'lsa, bu ikki elementininki kesishmisi yanıla şu to'g'ri tabi bo'ldi. Bu ikinci şart. Üçüncü şart, eğer qatasıga mesela Q i'den ibaret. Mesela qatasıga elementlar bo'lsa mı to'ning ichida. Bu yerda i deganimiz 1dan tortib 1, 2, 3 qatorliq shu ketaverganda işte qatasıga shundoq bir elementlarni to'ning ichida elementlarni olgandan keyin ularninki birikmasi elik u degan belgi matematikada birikma degan gap ularninki nimasi masalan oddiy bir misolni beraylik masalan 1 2 3 ni iborat 3 son bir toplam bo'lsin 2 3 4 ni iborat bir yana bir toplam bo'lsin bularninki kesishmisi nima bo'ldi deganda 2 bilan 3 2 yil toplamı tava bo'lgandan keyin uning kesishmisi 2 bilan 3 qoldi. Bularning birikmisi nima bo'ldi deganda abayman deb o'tdim-ku, bir toplamning ichida 1 2 3, ikkinchi toplamning ichida 2 3 4, u vaqtda bularning birikmasi degan 1 2 3 4 hamma elementlar shu birikmasini Şunda addi nimalarda bir misal addilar. Lekin mal topologiyaning bu aniqlamasini konkret misal silib buni chiqarish uchun naytda tasish, uni tushunish uchun biroz nimalar ketadi. Bu yerda u to'g'riliq uzun to'xtalmaymiz. Mana endi matematikalik aniqlamasini bilmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, mana mushu oddiylashtirib matematik tili degan xalqaro umumiy tilgu har qanday odam simvollar orqali nimalar orqali matematikani tushunadigan bo'lsalar bularni tushunib ketadi. Demak bu dunyoga o'rtaq bo'lgan bir til. Lekin bugun bu yerda bu aniqlamiz to'g'riliq matematikani aniqlash to'g'riliq uzun to'xtalmayman. Bu yerda faqat shunchalik qo'ydim. Endi yozgan narsada tafsili uyg'urchasini, inglizchasini hammasini tafsili yozib qo'ygan. O'zinglarning ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Qiziqadigan bo'lsanglar. Boş. Endi
Oylarning formulasini biroz tanishtirib. Oylar formulasi degan nima deganda, abay men deb o'tgan shu nima platonik qattiq jismlar bilan Arximedes qattiq jismlarning hammasini bir yerda bu oylar tadqiq qilib, buni nima qilib eng oxiri bularning qirlari, andan yüzleri, kuşları, muşlarınki münasebetini bu tepip çıkıyor. Demek bir yerde nima depti deganda her qandaq dedi. Her qandaq polihedron nispeten etqanda uning uchi, qiri ve yüzünün xususiyati tövendeki formülü düşüdü depti. Bir yerde V deganimiz ma İngiliz vertex deydi. Vertex deganimiz abay men dep o'tdim bu. Vertex deganimiz ma'nomisi bo'yicha aytgan chaqda mana mishasi mushu uchini İngilizce'de vertex deydi. Vertex. Andana I degani edge. Edge degani men hamda qiri deb oldim. Qiri deganimiz mana meyerdeki ma siziqni qiri deymiz. Nima? F deganimiz face. Face deganimiz yüzü deb oldim. Yüzü deganimiz mana qarab turgan ma 3 bulonliq mush şekilde bu yüzü oldu. Şu vaqtida mushu oylarning formulasi asosan nima debdi deganda har qanday polihedronga nisbatan aytgan. Albatta bu yerda polihedronninki ma'lum yana bir inchiklab shartlari oldu. Men bu yerda buni deb o'tmayman. V minus I plus F jazman nimaga ikkiga oldu. Bu faqat qanday ahvollarda uyg'un keldi deganda abay men ko'rsatgan nanning çoğulaki mesela mushundaq şekildeki qabayıq men topni ko'rsatdim o topdin o'xshash shundaq nimalardan qani bu sal xatolashib qoldimi evet. Ha shu manda deb olay. Buni ammo shunga tushdi lekin men mundaq deb olay. Shu platonik qattiq jismlar bilan Arximedes qattiq jismlarninki shu yüzye qiri ve uççunun münasebeti mana şu tövendeki nimesi oldu. Çünkü eğer astı qaraydigan bolsak ana oktahedron deymiz. Oktahedron deganimiz okta degani ma Grekçadan kelgan bu 8 deganlikda. 8 tarafli deb olganda ham ba'zida 8 tarafli deb olgan. Oktahedron deb olganimiz yaxshi. Shu vaqt ashuni qaraydigan bolsanglar qaranglar. Sizlar sanaydigan bolsanglar mana bu yerda bu baqiya mana bu yerda. Sanab beraya ma hukmlarga oid oddiy o'g'lan aytini hukmlar. Mani ko'rdim shu tetrahedron mana. Tetrahedron meyda ko'rinib turdi. Mishadi biz agar mushuninki uçlarını sanaydigan bo'lsak, meyda bir uchi var 2 3 4 5 6 6 uçta. Nima? Ondan bunun yüzü yüzü olsa anlamda. Yüzü olduğundan mesela bana 1, 2, 3, 4 arkadaki sizler kömürler arkadaki kömürler. 1, 2, 3, 4 üstü 4 oldu, astı 4 oldu. Astı 4, üstü 4 şunun ona 8'i var. Ama bunun kırılır çok. Kırılır 1, 2, 3, 4 üstü 4 astı 4 yan tarafta yeni 4 var. Belki anlama diye kalma. Belki anlama. Ma 4 men taraf qarab turgan yana 4 oldu. Meyalari qaraydigan bo'lsak, meyadimi 4 oldu. Bu da qancha oldu deganda, abayqin slayder kelar, anda ayadik shu sonlar ayadik ko'rinib turdi. Buni misol ko'rsatdik. Ko'rdinglarmi? V 6 tang oldu. I qiri 12 tang oldu. F 8 tang oldu. Şu vaqtda V minus I plus F 2 tane oldu. Ani hesaplap koyduğumuzda 6'dan 12'ni versek minus 6 oldu. Minus 6'dan 8 koysak 2 kaldı. Muşu formula barlık şu polihedronlara uygun keldi. Bunu oylar ispatlap çıkan. Oylar bunu ispatlagan çağda topologiya degan bu pentik şekillenmeyen. Oylar bunu ispatlagan vaqti o'tgan esinglarda bormi? Königsberglik yetti ko'rik masalasini o'ylar hal qilgan deb men o'tganda biroz azroq leksiya bergandim. Shuningda o'ylar shuni isbotlagan. Uni isbotlagan chog'da o'ylar shuni isbotlash orqali graf nazariyasini shakllantirgan. Lekin keyin mushu o'ylarning mushu
formülisi graf nazariyasininki mu shulik nimasiga asoslarninki tikilguvchilar qatoriga shu o'ylarning shu formasi isbotlagandan keyin uni asos tikilguvchilar qatoriga o'ylarning nomi nihoyatda yuqori topologiya. Topologiyaniki kashfiyotchilarning biri deb sharafnoma egan o'ylar bu yerda. Endi yana bir qalbaga bir qancha misollarni ko'rsataylik bu yerda shuni. Yana bağlı hem bir qancha misol. Bu yerdagi inglizcha abaq men ko'rsatgan aniqmi? Mana ko'raman, shuni ko'raylik mana. Shaklni. Shuni ko'raylik mana. Men yerda o'zinglar qarab beqinglar mana. Mishadiki mana 5 3 4 5 6 7 8 8 shu Arximedesninki qattiq jismlarini berganim. Ya'ni buni o'tirib sanab chiqadigan bo'lsak, bularning yuzi, qiri va uçlarınınki buna sanları o'ng tarafdagi yezilib turdi. Masalan, ustidagi bir yer ismlarini men tarjima qilib mujmayman, o'zinglar ish qilib mushtaq shakllarga deb tushunsanlar bo'ldi. Mislar qaraydigan bo'lsa, shuni hisoblab boqadigan bo'lsanglar, shuning hammasi 2 ga teng bo'ldi. Hammasi 2 ga teng bo'ldi. Buni tushundim. Endi qani Bilmem özanlar mence özanlar için şunda sanap en yaxşısı bu bu hukumunu biliş için en yaxşısı özanlar şundaq şekildeki narsalarni yasap yaqinlab qo'yiladi. Qo'linglar orqali yasagandan keyin bu hukumlar naytlik adamning nimasiga rasmiy qilgan. Men shularning hammasini yasab chiqqan, ularni men sanab to'g'ri sanagan bu narsani. Çünkü sanab işte o'zimni qoyil qilgan. Aslan muşlar sanash orqali o'zinglarni qoyil qilishinglarni. Endi qani yana bir slaydga o'taylik. Endi meyada qaranglar. Meyada buni nim qilish uchun men abay mushu ekran shu pet turibdi. Men sizlarga abayga layni yana bir ko'rsatay. U layni men abay deb bitdim-ku. Mesela biz mani ko'rdik. Shunaqmi? Mandaqni ko'rdik. Bu to'shlik degan. Endi meyada nima rasmda nimalarni ko'rsatdi deganda 2 to'shlik. Ha? Mesela meyada men bu abayqi layni elib yaxshi yeri rizing geometriya degani raskanjimo bu yerda mana bunda nim qilib mana qaranglar. Mana ko'raman, men bu yerda 2 uchidan 2 to'shikni tashdim. Bu yana bir turdagi shu homomorfik jismlarni bildirdi. Mesela mushuni agar men savolim bor. Men mushuningdan bir chashki shakllantira olayman desam qanchalar ishni izlamoqda. Ben işim. Ha? Ben işim ben. Chashki shakllantirganda bir masalan mandaq chashkimi yoki qandaq chashki? Balkim 2 sepi bor. Cho'g'indan birini qila olamiz. Nima deymiz uni va'zi demdiq, ba'zi 2ni suvoq. Lekin mandaqni chiqara olmaymiz. Mana homomorfikdan mana uchun farqi bo'ldi. Agar birsi bo'lgan bo'lsa qaranglar, bu yerda birla nimasi bo'lgan bo'lsa, yana bir laysal laydi. Uyuyor sanırım o. Eğer qaranglar, buningki mana hozir birli to'shik bor, shundami? Bu birli to'shik agar mani men sep qilib, matarni ijolayman, mijib akilib qaranglar mana. Bunda chaqqanlik o'tay mana mijib akilib, mani sepi bo'lsin. Men shu kichik bolalar balkim shu o'yinlarni o'ynaydigan laylar bilan, layni cho'g'in yasab, lekin bir cho'g'in yasash, chashki yasash uchun buni jazman mayada bir sepi bo'ldi. Meyada men vaqtinglarni to'lib ketmay, chunki mazmunni tushunsanlar bo'ldi. Mana sepi bo'lsin, meyaga men bundoq nima qilgandan keyin bu bir chashki shakl bo'ldi. Buni agar men biroz vaqt chiqarib yasaydigan bo'lsam, nihoyatda chiroyli bir nima yasay olmayman-da. Men shu bir kichik vaqtlarimda Qashqarga borganda ashada ko'chalarda maxsus cho'g'inlarni laylar bilan yasab, endi o'tda nima qilib nimalarni
yasaptı-da. Bu bir xil mo'min. Endi abay qilib ikki to'shigi bo'lgan bo'lsa, u yana boshqa homomorfik xususiyati bor, boshqa jismlarni bildiradi. Shunda endi hozir men surat qaraydigan bo'lsanglar ko'ringlarmi? Men suratni ham yo'qotdim. Surat qaraydigan bo'lsanglar, men abayga mana ikki to'shiklik shu ximirni deyli, ximirdan shu so'zib uni ikki to'shigini shakllantirib anlim qilib endi qildik. Endi o'sha qarab boqaylar, shuning ichida 1 2 3 4 5 6 7 8 8 shaklni berdim. Abayga mening shu so'zlaganlarim bo'yicha qarab boqganlar, bularning ichida qaysilari shu topologiya jihatini aytgan chog'da bular o'xshash. Ya'ni o'xshash homomorfik jismlar bo'ldi. Biri bilan ikki asonli. Bir bilan ikki. Lekin 3, pardon, 1, 2, 4. Ha? 4 qandaqlarcha unda bo'ldi? 4ni qanday yozgan? 4 faqat birinchi rasmga o'xshaydi, faqat bir tarafini yan bir tarafidan o'tkazibdi. Ha, durust. Ha, endi 1, 2, 4 andan keyin 3 bo'lmaydi. Qoldi. Chunki uzib chaplab qo'yganda qilamdi. 8 bo'lmaydi ekan. 3 bo'lmaydi. 3 ning nima deganda avvalgi bir halqasining ichiga yana bir halqa kirgizib, lekin 8 uzibdi. 3 to'shik bor buni, shundami? Ha, to'g'ri, 3 to'shik bor. Andan keyin 8 ni uzib yetibdi. 6 bo'ldi ekan. 8 qaranglar, 8 uzimizni. 1 bilan 8 o'xshash. Nima uchun bayqanglar? Uzdimmi? To'shiklarning sonini sananglar. To'shikning qancha to'shigi bor yerda? 2 to'shigi bor, ammo birisini uzib yetibdi-ku. Üzülmedi bir yerde fakat kandak kıldık degende mesela mani ko'ringlar. Meyerden da birini so'zib, abay men de dedim o topologiya so'zishqi bo'ldi. Mani so'zib meyerden da egib qo'ygan gap bu. Ana agar siz yanchib mijilgan bo'lsangiz, yani bir yer apra olaysiz. Agar ashini shu chiqib turgan ishkimdaq ilmek yeri bor-ku, çünkü bu layda o'ylab bakinglar. Layni so'zg'ini bo'ldi, xemirga o'xshab uni mijib kirgizayapti. Shuning uchun 1 bilan 8 mi o'xshash. Undan qolsa 6 mi bo'ldi ekan? 6 mi bo'ldi, to'g'ri? 5 bo'lmaydi ekan, chunki halqa qilib qo'yibdi. Mana men naq shuni ko'rsatmay. 5 mi 1 bilan homomorfik bo'ldi. Qanday? Shuni deydi qana. Buni qanday qilamiz degan chaqda siz o'ylab beqing. Siz shu ustiga qaplab turgan sizning nimangiz bormi? Kursoringiz chiqqan. Ustida chiqqan 5 ning ustidagini-ku siz shu yan tarafga serib tushadigan bo'lsangiz, o'ylab beqing, buni aylandira olasiz. Aylandira olganini serib tushib, ostiga tushib, endi to'van tarafga aylantirgansiz, xuddi ichiga kirib turgan yerni chiqarib yetasiz. Amsa 5 mi 1'ga o'xshash. 5 mi? Ama 7 bo'lmaydi menimcha. 7 bo'ldi. Chunki sizda 5 ni agar bo'ldi deydigan bo'lsangiz, qarang, 5 ni bo'ldi deydigan bo'lsangiz, 5 bilan 7 ni selishtiring. 5 bilan 7 ninki farqi yo'q. Shu topologiya xususiyatlarining ko'p farqi yo'q. Chunki ilinib turgan halqa shaklni siz shu oylantirib, birni qilib, yana chiqarib ashuni aklaysiz. Ha, yani arlıqda üzüldüğün bir narsa yo'q-ku. Üzüldüğün narsa üzmeysiz. Üzüp qoldigan bo'lsangiz bu bo'lmay qoldi. Chunki siz agar masalan mana 3-chisini bor-ku, 3-chisini üzmey amal yo'q, uni chiqara olmaysiz. U bir. Endiki uninki 3 to'shigi bor. Shundami? 3 to'shigi. To'g'ri. Siz abay to'g'ri dedingiz, 4-chi kelgan chog'da faqat bir tarafdagi halqini so'zib tortib eklab, yana bir yerga bunday kirgizib qo'ydik. Bu chiqdi. Shundami? Endi bu yerda o'xshamaydiganlar qaysi deganda 3 bilan ishlamkan. Faqat 3 o'xshamaydi. Qolgan 7sining hammasi shu bir-biriga o'xshash jismlar deb qaraydi. Manga diqqat qiling. Shu orqali.
Buni agar qayg'urmaydigan bo'lsanglarchi, hamma uyda xemir bilan non yugurib, nonni o'ynasak bo'lmaydi deymiz. Bunda bir laylarni qilib, yoki lay orqali azodin mana o'xshash bir undaq tayyor laylarni elinglar. Ma'lum ballarning nimalarni sotadigancha bozorda og'ini bo'ldi bunda laylarni. Bu qo'lini kirmi qilmaydi, ballar o'ynaydiganlar. Yaslilarda qarasam, o'sha Amerikadagi hamma yaslilarda mushtaq laylar bor ekan. Ballar uni laylarni ekilib, har xil shakllarni yasab, matematika hukmlarni qildi ham shu. Buning da mushijiq to'xtalaydi ham shuning o'zinglarni qayil qilinglar. 3 dan boshqa hammasi homomorfik. Topologiya tushunchasi aytgan chaqda bular hammasi 3 dan boshqasini hammasi o'xshash deb qarang. Endi nima qilinglar? Bu ma'ni endi nimada buni classification theorem deydi. Buni men turlantirish teoremisi deb aldım. Bu barliq jismlarni, shu dunyodagi hamma jismlarni shu classify qilganda, ya'ni turlarga bo'lgan chaqda shu jismlarning to'shiklari qarab belgilaydi. Teshilgan to'shiklar qarab belgilaydi. Mesela x2 degan x emas, bu asli nima kaba deydi qo'ydim, grekcha xat, grekcha x deb yozilib qolibdi. A2 degani abayman deb o'ylarning formasi ko'rdik-ku biz sharninki masalan platonik qattiq jismlar kelgan chaqda formada o'ylar formasini 2 chiqadi deydi. Shundaymi? Lekin bir to'shiklar kelgan chaqda uningki qimmati 0 ga teng. 2 to'shik jismlar kelgan chaqda uningki nimasi -2 ga teng. Şunun o'xshashdan davomlashib ketdi. 3 to'shiklar kelgan chaqda -4 ga teng bo'ldi mushtaqlar. Bu teoremada nima deydi deganda barliq shu yuzlarni yoki qattiq jismlarni mushu formula orqali turlarga bo'lgan bo'ldi degan bir tushuncha. Buni classification theorem deb topologiyada nihoyatda ko'p ishlatiladigan bir formula. Çünkü muşu arkalık hamma jismlarni var-ku, muşundaq turlarga bo'ladi. Nihoyatda oddiylaştırib to'shiklarni sanash orqali. Abay shaklini o'zim, masalan, abay men ma'ni ko'rsatdim-ku, ma'nini ko'rdinglarmi? Mushundaq agar shu ikki to'shiklik shundaq jismlarni biz har xil nim qilib yurib, u nihoyatda murakkab narsalar chiqadi. Lekin matematikalik topologiya xususiyati aytgan chaqda bularning faqat bir xususiyati. Şu malan abaykaga yani ma'niga keldigan bo'lsak, buning ichidagi 3dan boshqasini hammasi 2 to'shlik yaxshiga o'ylar formula bo'yicha hisoblagan chaqda minus 2 ga kelib chiqadi. Buni shuni tushuntiraydi. Qani endi. Bir slaydga o'sak optika. Endi bu nihoyat bir qiziqarli bir narsa shu. Buni Mobius halqasi yoki Mobius nima ring degan nima deb atalib qoldi. Mobius halqasi deb qo'yildi. Mobius halqasi deb ataldi. Buni shu Germaniya matematik olimi Mobius mushni nim qilib chiqqan. Bu oddiy bir narsada ko'ringan bilan bu shu matematikada bo'libmi graf nazariyasida topologiya narsasi nurg'un tushunchalar. Buning bir alaylligi nima degan chaqda buni birini sizlarga yasab beraman. Bir o'yinda ko'rsam bugungi leksiya. Bu nurg'un narsalar bor-ku, oddiyliklar. Mana masalan men bir parcha seri qog'ozni oldim. Men moyoqdan mishaldan bir yo'lni kesib oldim mana. Kesib olmadim. Mana qog'ozim yo'q, bir yo'lni kesib oldim. Kesib oldimda, kesib olib, buni men moyoqni burabla kelib, qara bir yiqini burab agar mayiqini mundaq ta'tirsiga chaplaydigan bo'lsam, mana bu Mobius nimasi degan narsa o'sha shakl.
Ben sınava bakayım. Ögününü baldırınlar kösesanlar, hatta hizmet orunlarda Mobius ring degan nima deb kösesanlar bu bir qiziqarli. Ana buram, yana buram. Siz bek keng qaytib olgan o'xshaysiz. Ben kenki soft. Bilevi to'lg'ab, to'g'ri, to'lg'ab, ta'tirsiga chapdan qara mana. Bunday ekilsiz ku. Buraysiz, burab kelib, meyani ta'tirsiga chaplaysiz. Meniki qilim. Ataydan o'zining ismi bor. Mushunday yasag'an odam ne mana Ataydan buning ismi bo'yicha Mobius band deb, Mobius Oxy deb ism qo'ygan. Bu yerni chaplagandek mush shaklda, bu yerda chaplab yurmayman. Mana ma kelib chiqdi. Buning nima aloyligi bor degan chog'da-chu. Biz ma'lum bilamiz-ku. Masalan, biz bir to'xtanglar. Bak kubun alaydi. Biz kubun alaydi. Kubuningki qaranglar, sirtki tarafda sirtda bir yuzi bo'ldi. Meni teshib ichga kirgandan keyin ichidimi yana bir yuzi bo'ldi. Shundaymi? Demak bu ikki yuzlik narsa degan gap. Bu bir. Lekin bir parcha qog'ozni alaydi. Qog'ozni oldigan bo'lsak, bu bir yuzi, yana bir tarafi yana bir yuzi. Nima 200lik. Lekin ma'ning alayligi nima deganda buning faqat bir yuzi bor. Ma o'qim degan bir yuzi. Uni qanday bilamiz deganda men o'tgan so'zni qildim. Siz agar mishaga bir cho'molni qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, bu cho'molni mangadi-ku. Aylanib kelib, o'ylab qolgan yana nima bordi? Yana asldiki Shu boshlagan yeriga. Boshlagan yer bor. Durust. Dal boshlagan yer bor. Nima uchun deganda buningki yana bir yuzi bormi? Yo'q. Yo'q deganda chunki bir tal yuz. Bu shuni qog'ozni burash jarayonida biz shunday ikki yuzni bormi? Qog'ozning ikki yuzi bo'ldi-ku. Ikki yuzni biz birlashtirib etdik. Bu bir alayligi. Ko'rinishda 200 dak bo'ldi-da, maya bir yuzi, yana bir yuzi. Amaliyotda bu bir yuz. Bu bir alaylik. Yana bir alayligi nima deganda, siz agar mana oddiy bir yana bir nima qilaylik, qarang. Siz bizda bir bo'yoqli qalamni ilib, qariroq bo'yoqni olaylik. Bo'yoqni ilib qaranglar. Mishadin bunda bo'yoqli turadigan bo'lsangiz, o'sha bo'yoq mushu bir qirini bo'ylab chiqadigan bo'lsangiz, mushu ikki qirda ko'ringan hamma tarafni shu qalamingizni ko'tarmasdan turib bo'yab chiqamaysiz. Ana siz qilyapsiz, qilib ana. Rostdan. Ko'rsib beqing. Ana hamma yeri shu bir xil bo'yoq bo'yaldi. Shundaymi? Buningki mushu Mobius nimaninki bir alayligi mushu. Demak bir qirliq, bir yuzlik shakl degan narsa shu yerdan kelib chiqadi. Bu topologiyada uzun yil tadqiq qilingan narsa. Hozir buninki hozir bu bolalarning o'yinchig'i degandek narsa bo'lgandan bu amaliy dunyodami shu nurg'un qo'llanma ishlar bo'ldi buniki. Ular to'g'riliq birdan turib azoq to'xtalman bu yerda shuni aytgan. Endi yana birini ko'rsataylik. Slide. Şu slaydını davamlaştırıyorsun. Bunu görüp olduk. Bu nima deganda çok bunu bir alaydı bir nima. Bu mesela kubni alayla. Kubning shu o'ttirdan agar mushundaq bir kanalni kesib chiqadigan bo'lsak, u vaqtida bu kubi deganimiz masalan abay deb o'tgan to'shiksiz jismlar qator kirdi-ku, to'shik yo'q. Ham buning mishalda o'ttirdim birini teshilgan bo'lsa, ma'nunga o'xshash o'ttirdim bir kanal bo'lib bu to'shik bo'lib. Shu vaqtda buning o'zimi ma'lumoti bilan monomorfik bo'lib qoldi. Ma'noda o'xshash nima? O'xshashlik, topologiya jihatdan topologiya xususiyatga o'xshash nimaga aylanib qoldi. Buning bir ko'rsatay dedim bu yerda. Endi buni bayqanglar, buni agar sizlar eng yaxshisi shuningki qirillarini, uchlarini, endi yuzlarini abayqa o'ylar
formülası sepet kılan. Euler formülası sağlandan keyin vaqtida uni Euler formülasidan 0 kelib chiqdi. 0 ketgan. Bunda bir alaydi. Qani hamda mana buningda uzun to'xtalib ketmaydi. Xo'sh, Ma'u ameliyatçı bununki mi bir bu Archimedes emas kerak. Sayar xata yezilib qopti. Bu Archimedes qattiqchisi emas, buni Buckminster Florence qattiqchisi deb ataydi-ku. Bu hamda shunaqa bu qanda deganda shunaqa platonik qattiq jismninki shu kırlarını kesiş arqılıq şekillendirgen. Buckminster degan adam şunu qilib, şunu chiqargan, şunun namı qo'yilgan bununla. Lekin bu şu biyologiyada ma'lum bakteriyaninki shu qurilishini mushundaq bo'ldi ekan. Shuni bir karbon 60 modeli deb o'tadiga bu torda. Şu. Uni to'g'riliq iznib baqsanlar bo'ldi. Nimasi xato bo'lib qopti bu. Buckminster Florence nimasi qattiqchisi deb aytildi. Bu siz degandek shu. Buningmi ashalarchi qaranglar. Buningmi shu men yezib qo'ydim-ku deyman ashada nimada yozgan yezib qo'ydim. Buning shu qirlarini, uchlarini, taraflarini sanaydigan bo'lsak, buninki-mi shu eng oxir Euler formulasi qilgandiki nima 2 tan bo'ldi. 2 tan. Chunki xo'sh. Endi buni ham mishinchik to'xtalaylik. Buni ko'rsatib bo'ldik-ku deymi? Ha, buni ko'rsatdik. Slide tugapti. Ha? Slide tugapti. Slide tugatdimi? To'g'ri, qarab boqay, yana bir mazmunlayapti. Klein budlik deganni ko'rsatdikmi qanday? Klein budlikni bir ko'rsataylik. Ma'qul. Klein budlik bormi? Bormiki qarab boqay. Men ko'rsatib qo'yaman. Men ko'rsatib qo'yaman. Ha. Voy, men ko'rinmi deb o'ylayman. Ha, yo'q, ko'rmadik. Bunaqa Klein budlik deganninki nima? Men birdan turib shu nimani chiqarib qo'ysam bo'ldi. Umi bir shu nima Fransiyaning-mi, Germaniyaning bir matematik nimasi bu bir xil g'alati bir budlikni nima chiqaribdi. Bu budlik nima deganda abay shu nima o'ttir to'shak so'zilgan aynakni ekilib bir uchidan yana bir uchiga kirgizib andikin shakllantirgan. U budlikning xususiyati nima degan chog'da uningki qiri yo'q, qirsiz 8 shaklindagidek. Ko'rgandek ekan. Naqmish. Ani ko'ringan bu alay nayt bir alaylik var. Bunun qanday alayligi deganda ko'rdinglarmi? Buning shu xuddi buduk yasqan chog'da bir uchini so'zib, bir ayadan bir to'shik teshib, yana bir uchidan birini chiqarib qo'ydi. Buninki-mi nurg'un alayliklar var. Bu topologiyadagi bir dangliq bir jismlarning bir turi. Bu Klein bottle deb ataladi. Buninki bir alayligi nima deydigan bo'lsa, dikkat qilgan bo'lsak, buning qiri yo'q. Qiri har qanday jiq narsaning ko'p narsaning qirilurdi, buning qiri yo'q. Qiri yo'q ekan. Qiri chiqmaydi buningki. Shu bir alaylik bor. Shu ataytin shuni Klein bottle deb ataladi. Xo'sh, endi men bundaq qilay qaranglar. Meyada rasmlar orqali so'zlaydigan la asosan Mobius nimasini to'xtatib. Medan da azaq yezib qo'ygan bir narsa sizlarga o'qib beray bu yerda. Bu nima qilib yurishninki. Shuni bir
Andikin ma'lum yerler tushundirish berib chiqqan ekan. Evetken resimdir masasan tügüdü ya. Ha. Ha tügüden de olsa. Ama elman da tutuyor karanlığı malum okup presleyen. Yukarıda iki misalga okşaş depti. Kısmen rayondan küzetkende iki ölçemlik kağızdek göründüğün yüzle topologiyada manifoldes dep atıldı. Klein bodukisinin çıgrası yok. Yani abay kırı yok dedim bu çıgrası yok. Bulganlık için o yıpıklık iki manifoldes atıldı. Fransa matematik Henry Poincaré. Henry Poincaré 100 yıldan ilgili oturup koygan Poincaré kıyası. Ben Poincaré kıyası doğruluk ötkende bir azrak leksiya bergendim. Kızıqıdan buzanlar okusanlar oldu. Poincaré kıyası algebra bilen topologiya münasebetiga merkezleşken bulup matematikla bir asırdek vakit sarf kılıp ispatlamagan edi. Mazkur kıyasının bir kısmı yıpıklık 3. manifoldis bilen münasebetlik. Klein bodukisga qo'shimcha ölçem kirgizildi deb qaraydigan bo'lsak, bu mesele nayte qiyin mesele bo'lib qoldi. Ama ya da biraz düşünüş biraz desek ikinci manifold degan odatdagi boşlukdagi biz ko'ralayotganmiz. 3. derecelik manifold degan narsani shu o'lcham degan tushunchisini xabaringiz bormi? O'lcham masalan tuz siziqni bir o'lchamlik deymiz. Tekislikni 2 o'lchamlik deymiz. Bo'shliqni 3 o'lchamlik deymiz. Biz bo'shliqda nima qilgan biz 3 o'lchamlik nimada yashaymiz, dunyoda yashaymiz. Endi bu yerda shuni debdi bu yerda. Klein bodukisga qo'shimcha o'lcham kirgizildi degan deb qaraydigan bo'lsak, bu masala nihoyatda qiyin masala bo'lib qoldi. Poincaréning qiyosi bo'yicha 3 o'lchamlik sharning barliq algebra xususiyatlariga ega bo'lgan ma'lum yıpıklık 3. manifoldismi ameliyatda şar bulduğanlıkını kıyas kılan. Bu aslında şar oldu dep çok. Gerçi biz mevcut bulmagan bir boşluktan qaraydigan bo'lsak, aslında şar buldu degan mındak bir kıyasını o'ttirib qo'ygan. O kıyas endi o kıyaslık Poincaré kıyası deydi. 100 yılda şu haq isbotlanmagan degan, andiki 2002-yili Rusya Pittsburgh institutida ishlaydigan matematik Grigory Perelman mazkur qiyosni isbotlab chiqib Poincaré teoremasi deb atildigan bo'ldi. O qiyos endi isbotlangandan keyin teoremaga aylandi. Shuni Poincaré teoremasi deb atildi. Lekin bu odamning bir qiziq yeri shu Poincaré qiyosini isbotlovchiga $1 million nima mukofot berildi deb nima qilgan. Bu odam isbotlab chiqqandan keyin Perelman buningga shu $1 million mukofotni beramiz desa, bu odam rad qilib o'tdi. U rad qilayotganning sababi nima deganda, men bu qiyosni isbotlash jarayonida yana birisininki isbotlagan teoremasini men ishlatgandim. Nima uchun uningmi bermay menga yozib bersizlar deb $1 million nimani rad qildi bu odam. Buning bir nimasi bor. Xo'sh. Bu yerda xuddi matematikadagi boshqa bayqashlarga o'xshash Poincaré qiyosining isbotlash bosqichlari boshqa tarmoqlar bilan zich munosabatlik. Masalan, issiqning tarqiqlash nazariyasidami qo'llangan deb olganda. Bu yerda deganlik hamda abayqa Perelmanning shuda hamda u o'zim yolg'iz qilgan narsa emas deb qaraydi. Gerçi u isbotlagan bo'lsa, men o'zim yolg'iz qilgan boshqalarnikini ishlatgan. Xuddi o'z vaqtida Newtonning nimani chiqargan chaqda ashun deganda haqlar
siz acaba aqlli jiroqni ko'ra olasiz ekan deb qo'yganda u dedi mening jiroqni ko'rganligim faqat shu burunqilarning nurisiga chiqib kelib chiqmaganligimdan deydi hamda burunqilarning qolgan shuning uchun bu yerda demoqchi bo'lganim nima deganda shu topologiya nurg'un yangiliklar shu boshqa fanlar bilan zich munosabatli man abay deb o'tdim graf nazariyasi bilan undan burungi miloddan burungi 270 yillarga Greek matematiklar bilan keyin shu bizning O'rta Osiyo arablarda chiqqan musulmon matematiklar hammasi bilan munosabatli narsalar shu bu yerda shunday endi bu yerda tuanda man yana bir qism narsani o'qib o'tay bu nima deganda shu topologiyaningki bir qancha tarmoqlarda topologiya matematikaning yangi bir tarmoqi deb qaraladi. Endi topologiya qachon chiqqan deganda amaliyotda shu 19-asrlarda. Ya'ni 19-asr degan nihoyat yaqinli gapmi 100 yildan ortiqroq eshitgan. Undan burun topologiya degan atalg'uning o'zimi yo'q. Ham topologiya degan atalg'u amaliyotda grekchadan kelgan. Topo degan nimani bildiradi deganda yer, o'rin degan ma'noda bo'ladi. Logiya degan shu muloyiza tadqiqot degan ma'noda. Shu topologiya degan ham shu yerlar bilan munosabatlik tadqiqot degan ma'noda. Ama men deb o'tgan bu 19-asr yangidan başlap elib berilgan topologiyani hamda hozir bir qancha tarmoqlari bo'ldi. Birisi umumiy topologiya yoki nuqtalar to'plami deb ataladi. Umumiy topologiya odatda bo'shliqning kichik doiradagi xususiyatlarini tadqiq qiladigan bo'lib, matematik analiz bilan zich munosabatli. U uzluksiz hukmini umumlashtirib topologik bo'shliqni belgilaydi. Buning da qatorlarning chekligi tahlil qilindi. Qatorlarga matematik qatorlar deb bir nima borchu, endi u yerda buni bu yerda so'zlab yurmaydi. Ba'zida orliqlarni shu bo'shliqlarda belgilagili bo'ladi. Bunday ahvol ostida bo'shliq o'lchamlik bo'shliqi deb ataladi. Bu yerga bo'shliqqa o'lcham degan nima kirgizilgan. Ba'zida har qanday orliq hukmi ma'nisiz bo'lib qoldi degan. Bu birisi hamda buni umumiy topologiya yoki nuqta to'plami deb ataladi. Bu bir tarmoq. Endiki ham birisi mana kombinatorial topologiya degan. Kombinatorial topologiya shu bo'shliqdagi global xususiyatlarni global degani nima deb atalsa, global xususiyatlarni tahlil qilib, shakllarning masalan uchi, qiri va yuzining sonlarini asos qildi. Bu topologiyaning eng dastlabki tarmoqi bo'lib, Leonhard o'ylariga berib taqishdi. Topologiyalik xususiyatlari o'xshaydigan shakllarning o'ziga xos turaqligi borligi isbotlangan. Yuqorida ko'rsatib o'tgan o'ylar formulasi masalan v minus i plus f degan formulalar kombinatorial topologiyadagi bir misol. Uchinchisi nima deganda algebralik topologiya. Algebralik topologiya ham qisqacha algebralik topologiya yanada shu bo'shliqning global xususiyatlarini tahlil qildi. Uningda guruh va halqa qatorliq algebralik hukmlar ishlatilib, topologiyalik savollarga javob berildi. Bu yerda balkim sal mumkinda bu nima deganda biz abay xuddi deb o'tgan narsa bilan ziddak bir paranglar bo'lib qo'yadi bu yerda. Masalan, biz jismlarning o'lchimini, bulunglarning o'lchamlarini qayirib qo'yib tadqiq qilamiz. Bu yerda nima uchun algebra qo'shilib ketadi deganda, o'sha yerda bu algebra topologiya bilan umumiy topologiyaning farq qilinadigan yeri mana shu.
Mesela homologiya grup. Homologiya grup degan grup nazariyasidagi bir alayli grup, bu yerda buni tushuntirib o'tmaymiz. Deb atilgan bir grup har bir bo'shliqqa bog'lashtirildi. Mesela Toros deymiz abayqa bilan Klein budlikini bir-biridan farqlantirgili bo'ladi. Chunki ularning o'ziga xos bo'lgan o'xshamagan guruhlari mavjud. Bu yerda ularni tahlil jarayonida bularni shu abayqa deb o'tgandek homologiya grup nazariyasini halqa nazariyasi tahlil qilgan yerlar boshlangan uchun buni grup nazariyasi, halqa nazariyasi bularimiz algebralik munosabatlik bo'lgan bu algebralik topologiya. Hamda yana birisi to'rtinchisi bu differensial topologiya. Differensial topologiya deganimiz mana o'qib bandagi qisqacha tushuntirdi. Differensial topologiyada bo'shliq ustidagi har bir nuqtaga munosabatlik bo'lgan siliqliq xususiyati tahlil qilindi. Masalan, biz yuzni olgan bo'lsak-chi, yuzning siliqligini matematikada bir tahlil qiladigan usullar bor bu yerda. Siliqlik darajasi. Bu differensial nazariyasida shundoq mesela qisman joyidagi siliqlik deymiz. Mesela fiziklar ashtaq narsadan tahlil qildi. Bu shuning bilan munosabatli. Bu xil ahvolda kvadrat bilan chambarning siliqligi o'xshamaydi. Nima uchun kvadrat bilan chambarning siliqligi o'xshamaydi deganda men masalan mana alayli, qaranglar, men bunda olib ko'rsatayim. Ma'lum bir şar. Bu şarning siliqligi bilan ma'ninki kubining nimasi farq qilindi. Nima uchun deganda agar biz qism bir yerga qaytgan bo'lsak, u yerda qisman bir qismni qaytgan bo'lsak, egilishlar bor. Shundaymi? Ma'ningda degan to'p tuz bo'ldi. Shuning uchun buningki bir alayidliklar bor. Bu shu alayidliklar nima? Differensial topologiyadan bu shunaqa alayidlik. Mushning o'xshash, ma addil bo'lsa, mushning o'xshash xususiyatni tahlil qilindi bu yerda. Bu bir differensial topologiya magnitlik yoki elektrik maydon qatorliq vektorlik maydonlarning xususiyatini tadqiq qilishga qo'llandi, nima foydali bo'ldi bu yerda. Bu shu endi ma'lumda bu yerda yozib qo'ydik bularni. Eğer qiziqadigan bo'lsanglar buning tarmoqlarini azroq bilib qo'yinglar deb bularni o'qib berdim. Bu bir. Endi eng oxirgi nimaga kelsam, shu nima bir 2 minut shu topologiyaning nima keragi deydigan savollar nihoyat ko'p qo'yildi-ku. Bu topologiyadan hozirgi dunyoda topologiyadan ayrilsa bo'lmaydigan bir ahvol. Biz masalan bu topologiyani o'qigan chog'larda 30 necha yildan burun uni o'qigan vaqtlarda haqiqatan nega ishlatilganini bilmadim. Chunki u degan 50-yillari, 60-yillari, 70-yillari vaqtlarda degan topologiya bilimmi rasmiy tarqalmagan. Keyin degan biz vaqtda dastlab qadamda topologiyani masalan sizlarga hozir so'zlayotgandek topologiyadan ashtaq shakllarni, ashtaq nim qildigan narsa ekan deb bizning ma'lumimizmi vaqtlarda menga laylardan şekil yasab ko'rsatmagan, lekin mushtaq doskalar sizib nurg'un vaqtlarni chiqdi. Masalan, bugun 1 soatlik so'zligimiz balki bu vaqtlarda bir 3-4 hafta so'zlaydigan ahvollar chiqdi. U vaqtlarda afsus mendaq shakllarni o'zimiz yasaydigan sharoitmi yo'qdi. Hozir degandek tushunib ketmaganda, mana bir pambaka deb nim qiladi. Keyin Amerikaga kelgandan keyin graduate school kelgandan keyin bu mana topologiya bu shu maxsus graduate schoolda shu 1-sinf, 2-sinfda maxsus jazman o'qiydigan dars deb matematik fakultetini qilgan. Buni ko'rdinglar, buni degan shu varaqlab, shu qayt ko'rib, taslikda tushungan uchun. Endi buni qarab baqsam, hozir qarab baqadigan bo'lsam, bularning ma'lum tushunchalarni, xususiyatlarini biz ishlatamiz-ku, mana konkret dunyoda ishlatgandan keyin, lekin bularni shunday o'ylab baqsam, bu oddiy amaliyotda shu kunda ishlatib turilgan bir hukmlar ekan-da. Masalan, Navoiylar topologiya hukmlarini bilmasdan shuni ishlatdi. Ben abay dedim.
Lekin shu sanoatdagi nurg'un sohalarda mush narsalarni aytish. Lekin hozir kelgancha qanday bo'lib ketdi ekan deganda shu biologiyada. Abay siz bir ne dedingiz-ku, biologiyadagi ma'lum shu karbon 60 modeli ko'rdim. Karbon 60'ninki modulları yani başka şunun o şey nurgun eğer şu biyologiya nima qilgan bo'lsangiz biologiyaning nimalarini qaraydigan bo'lsangiz nurgun hujayralarning ba'zi bir nimalarini bor topologiyada nima topologiyaninki ma'lum nimalarini qo'llandi biyologiyada ko'p qo'llandi ya'ni hozir kompyuter sohasiga keladigan bo'lsak biz hech qanday odam bizni kompyuterdan arlamaydi. Kompyuter bizning hayotimizdagi bir nima bo'lib qoldi. Kompyuter sohasida ham shu topologiyaninki nurg'un o'z vaqtida nega ishlatilgandi degan hukmlar hozir shu ishlatilyapti hozir. Endi shunga o'xshash biologiya dedi, kompyuter science dedi, endi fizikada mesela şu quantum physics deymiz, endi ashtaq nimalarda kozmologiya degan narsa bor, koinot tadqiqot qilib. Shu yerlarda ham shu narsalarni ishlatib. O'tganda men bir qatim deb o'tdim, shu Mobius halqi shaklidagi nimalar mavjudmi? Mesela kainatning ichida mushundaq shakldagi nimalar mavjudmi degan savollar hozir o'tirib qo'yilyapti. Bularni tahlil qilish uchun mushundaq 3 o'lchamli dunyoda emas, o'zingizni shu abstrakt 4 o'lchamli hatto 5 o'lchamli dunyoda qilib qilgandan keyin andikin bu narsa keldi. Bu topologiyalar, bu bilimlar shu topologiyalar bilan munosabat çok bor. Endi bu andikin robotics deymiz. Robotics deganimiz hamda robotics deganimiz robotlik nima deymiz? Hozir mesela machine learning deymiz, machine o'rganish deymiz. Shu jihatlarda sunniy nima deymiz? Sunniy odam deb kelmaydirmiz. Mesela mashinalar odam qila oladigan ishni qilg'izadigan shu sohalarda buningki qo'llanishlari hozir nima qilyapti. Endi bu hozirgi zamon texnikada aralası bo'lmaydigan bir. Endi buningga games deymiz, o'yinlar, endiki har xil tepishmoqlarni chiqarish, ashyolar kelganda men abay ko'rsatgan mana shunga o'xshash tepishmoqlarni nurg'un. Bu tepishmoqlarni chiqarib bolalarni uyutadigan her xil o'yinchiqlarni chiqaradigan narsalar bu topologiya bilan munosabat. Bu ish qilib qo'llanish doiralari nihoyatda keng hamda hozirgi zamon texnikada ayrılsa bo'lmaydigan bir tang aylanib qoldi demoqchiman. Bu topologiyani qo'llanishi to'g'riliq balkim ayrim bir leksiya berish to'g'ri keldi. Shuning uchun bugun hamda mishagichi bo'lsin deb o'yladim. Agar savollar bo'lsa javob bersak. 1,5 soatlik vaqt bo'libdi. Savollar bo'lsa Allohga qarab qo'ying. Bence bugün şuna düşünüşlük ötkelgeniz için hiç kim salsarım. Çünkü ben özüm bu minen kesip yaşamasmak özüm kanunu koyma. Ben çıkımda düşendim çok ama madem düşendi de böyleyim. Çıkıp ballar oyun göstergендeki şey oldu. Mening maqsadim bu şu. Bir yerde topologiya to'g'riliq mundaq bir kitobni leksiya o'tish emas. Bu murakkab bir fan. Lekin faqat mening bu o'rgangili bo'lmaydigan narsa emas. Topologiya desa nurg'un odamlar aytib qo'rqib ketadi-ku. Amaliyotda buni tushunigini bo'lmaydigan narsa emas. Uning qo'llanayotgan narsa. Shuning uchun bu yerda shuni siz tushungan bo'lsangiz hamma odam tushundi, men tushungan bo'lsam. Men tushungan bo'lsam hamma odam tushundi. Bugün sözümüz şunda kızgarlık, köngüllük, şunda hoşmenlik öttü. Rahmet, Allah razı olsun. Sayenizde bir monça bilgiler iyi olduk.
Ekran aldidagi ko'rmanlarga kilarsang'ich ko'rishkicha aman bo'lin. To'g'liq ma'lum sizmi kilarsan ko'rishkicha aman bo'lin amsa. Rahmat. Ben kaçan dostay. Buldu rahmat. Şunda məni götdü və xoş bulduq. Amma ekran aldidagi qarindoshlarimiz shuna xoş bo'ldi deb o'ylayman. Shunda məni götdü məncə. Rahmat. Savollar olsa shu qilib qo'ysanglar bo'ldi. Men hamda o'zimning bilishimcha javobini berishga savol so'rab turinglar. Mayli qanday bo'lsa. Inglizcha bir gap bor. There is no question, no stupid question deydi. Har qanday savolni so'rash nima deymiz? Savol yo'q degan gapda. Rahmat qatnashganligingiz uchun, qimmatli vaqtingizdan bizga vaqt chiqarib berganingiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizga. Bo'ldi, amsa Allohga omonat.